O'y, mansabda turgan akalar, kecha yoki ilgari kuni bu mansab sizda yo'q edi. Kimlarningdir qo'lida edi. Bugun sizlarning qo'lingizlarga o'tdi. Endi ertaga yoki indinga boshqalarning qo'liga o'tib ketadi. Demak, nima ekan mansab? Omonat ekanmi? G'animatga berilgan imtihon, sinov ekanmi? Mansabda turgan odam shu narsani biladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, bu mansablar faqat yaxshilikni tarqatadi atrofiga. Inna makkanna lahu fil ard dedi Alloh taolo. Zulqarnayn haqida. Dar haqiqat biz unga bu yerda saltanat hukmronlik berdik. Mana Zulqarnaynga Alloh quvvat berdi, mansab berdi, saltanat berdi, qanaqa yaxshi ishlarni qildi. Shuning uchun mansabda turgan odamlar, sizlar ham yo'q deylar 100 yil burun. 100 yildan keyin sizlar ham yo'q bo'lasizlar. Mansabdorlar qo'l ostilarida turgan odamlardan birontasi 100 yil burun yo'q edi, bular ham 100 yildan keyin yo'q bo'ladi. Hamma Allohning oldiga borganda siz mansabdor qatorida javob berasiz. Sizning savolingiz, sizning imtihoningiz qiyinroq bo'ladi.